Dada, to'lovni kontaktsiz ham qilsa bo'ladi-ku. Bu ham tezroq, ham qulayroq. Va xavfsizroq. Kontaktsiz qanday qilib? Buning oddiy yo'llari bor. QR kod, NFC. QR kod orqali to'lash uchun bank ilovasini ochasiz va kassada kodni skaner qilasiz. Summani kiritasiz, tasdiqlaysiz. Ana bo'ldi. Juda tez va terminal bilan kontaktsiz. NFC bilan esa yanada osonroq. Karta yoki telefonni terminalga yaqinlashtirasiz va to'lov o'zi o'tadi. Meni kartam bilan ham qilsa bo'ladimi? Mana bu belgini ko'ryapsizmi? Bu sizning kartangizda ham kontaktsiz to'lov qilish mumkinligini anglatadi. Rahmat. Ana bo'ldi. Kontaktsiz to'lov bu tezlik, qulaylik va xavfsizlik degani. Finnet.uz manbalaridan zamonaviy to'lov usullari haqida yanada ko'proq ma'lumotlarni o'rganing.